Toshkentdagi bog'chaning 2 nafar zo'ravon xodimi bir bolani qiynab o'ldirib qo'ydi. Qiynoq vaqtida bolaning og'ziga choyshab tiqib qo'yilgan. Ko'cha mudhish jinoyat 2024-yil dekabr oyida Olmazor tumanidagi Jajji Nihollar nomli xususiy bog'chada ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu bog'chada uslubchi bo'lib ishlagan 68 yoshli Vazira G'iyosova 2022-yilda tug'ilgan Zubayr ismli bolani ovqatlanishni xohlamagani uchun boshiga urgan. Kiyimlardan tortib sudragan. Keyin ko'tarib yotgan kravatiga zarb bilan otib yuborgan. 28 yoshli tarbiyachi Laylo Alimova esa bolaga bundan battar shafqatsizlik qilgan. Zubayr uxlamagani uchun bir safar uning og'ziga choyshab tiqib qiynagan, bo'ynidan bo'g'ib tepgan. Keyinroq bolani derazadan tashqariga chiqarib, tashlab yuborish bilan tahdid qilgan. Keyin zarb bilan polga otib yuborgan. Bola qattiq zarbdan harakatsiz bo'lib qolgach, tez yordam chaqirishga majbur bo'lishgan. Bir necha kun o'tib, hali 3 yoshga to'lmagan Zubayr shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Tarbiyachi Laylo Alimova sudda aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Uslubchi Vazira G'iyosovaga esa 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.